Ukam, mana buni ko'rdingmi? Qozog'istonlik bola bizaga vizit tashabdi. Avtovitsin, men senga vizit tashlayman. Qozog'istonga kelib olasizmi? Nima mashinani qo'ymoqchi? Nima mashinani qo'yishini videoda aytmagan lekin. Yo, tushundim, lekin bu o'zingizam bilasiz, gibrid. Bu aniq qanaqadir sportga emas yoki-da surishadigan mashina emas-da. Bu komfort uchun chiqarilgan mashina. Endi bolalar kasb qilish ekan. Vizitni qabul qilaymi, qabul qilmaymi deyman, lekin jim ketadigan bola ham emasman, bilasan-ku. Yo, tushundim. Endi mana bunaqa narsa. Masalan, videoda qanaqadir bir определённый mashinani aytganida, masalan, sal bizada interes bo'lardi. Nu baribir ham endi bitta tomoni bor. Zadni bermaymiz biz, endi bilmasam, qolar gap endi obunachilarimizda-da. Akalar, nima deysizlar? Zikrni bitta sinab ko'ramizmi? O'zini segmentli mashinasi bo'lishi kerak. Qozog'istonlik do'stlarimiz bo'lsa, sizlardan ham поддержка kutamiz o'rtoqlar. Chista agarda nima deymiz, поддержка мощный bo'lsa, ketamiz bugunning o'zida. O'rtoqlar, qanday olib borish shunday ko'rsatiladi, hech qanaqa pastanovoy yo'q. Yo, yutqizdi, yoki-da yutdi deymiz. Lekin sizlarni поддержкаlarni kutamiz. Sizlarning gapinglar gap. Nima deb o'ylaysan, Do'st? Yutarmikimiz? Bilmadim nima lekin men ham shu oxiriga qiziqdim lekin.